Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Biz Jamshid aka. Hozir men sizlarga qiynaydi ko'rsataman. Hatta siz Kevaman. Просто qornim ochdi. Shuni olaman deb qolib ketdim. Azizlar har doimgidek Jamshid aka qornlari och. Ya endi misol uchun biz ijodkor odammiz. Qornimiz och qoladi. To'q qoringa zo'r ideyalar kiradi bo'lib. La ты крыса. Yo'q, Bugun xabaringiz bormidi? Xabarim bor. Shuning uchun atiga yarim soat ketib keldim. Antifriz kamayib ketgan, shifoxonaga olib ketmasak bo'lmaydi srочно. To'pamiz atiga yarim soat. Yarim soat. Sizdek qizlarga bunday bo'lsa kuch yarashadi, hammasi ajoyib. Xo'sh, bugun biz Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining 3-kampusi, fiskal kampusining yopiq sport majmuasidamiz. Bugun biz bu yerdagi talabalarga qiziqarli savollar berib, Albatta kayfiyatlarni 100 darajaga ko'taramiz. ana ketdik. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Bitta savollarimiz bor. Aha. Talabalik deganda ko'z oldingizga birinchi bo'lib nima keladi? Endi tushishi. Bu kishining ahvollari sachatara. Endi tushish, ha. Oxirgi marta kimning kayfiyatini ko'tardingiz yoki kuldirdingiz? O'zimmi? O'zingizni, boshqalarni? Bilmadim. Uydagilarim finalga chiqqanim bilan tabrikladim. Shu Tabriklaymiz. Sizga hozirgi kunda motivatsiya beradigan nima? voleybol. Bizda tez aytishlar bor. Tez aytishlar. Tovuq sovuqda soqadadimi, sovuqda tovuq soqadadimi? Tushunmadim. Odamni miyasi ko'rinmaydigan joyda bo'lar ekan, lekin ishlamasa sirazi bilinar ekan dedi. Tovuq sovuqda soqadadimi, sovuqda tovuq soqadadimi? Aytolmayman. Aytib ko'ring. Tovuq sovuqda soqatadimi, sovuqda tovuq soqatadimi? Endi ko'zim ochildi. Men katta ish boshlaganman. Mexanizatsiyalashtirmayotganliklaringizdandir-da. Mexanizatsiyalashtirolmayotganligingizdandir-da. Yana bir marta. Mexanizatsiyalashtirolmayotganingizdandir. Iltimos, ezilgan yurakni battar ezmang. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'sh, biza hozir Shahbozkani ko'rib qo'ydik. Hozir intervyu olamiz. Jigar. Assalomu alaykum. Nimaga bunaqa berilib qarayapsiz? Ya to'xtam, voleybol bo'ladi. Yo, okasidan ber. 1 minut to'xtang. Yo, haq to'xtang. Xo'sh. Bizada qisqa savollar bor, javob bera olasizmi? Javob berishga tayyormisiz? 2 minut vaqt beringmi? 1 minut. Bu kim bu? Toshkent xo'jayinimi bu? Bo'ldi, tushunarli. Talaba emas agar Agar qizini deb kursdoshlari chopib ketmasa. Значит, oka chopib ketgan ekanlar. Bu tilla ma'lumot, buni eslab qolamiz. Tarixga muhrlaymiz. Tushunarli. Kursdosh emas agar Kursdosh emas agar fanlarga yordam bermasa. nechta sessiyada yiqilgansiz? Menmi 2-kursimni 9 ta fandan yiqilganman. Akang ozgin mashma, nima qilyapsan? 5tasini yopganman, 4ta turibdi. Demak, 2-kurs payti kursdoshlar oqibatli bo'lmagan ekan, bildik. Yaxshi, oxirgi savol. Darsdan keyin qiladigan birinchi ishingiz nima? Darsdan keyin qiladigan birinchi ovqatlanish. Nima sevirmayapsiz? Endi nasibsa. Sunnat yerimiz. Aka, значит, правила питания rioya qiladilar. Sportga kelganingizda ma'lum. Rahmat aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shu bola joyingiz to'g'ri. Kayfiyatlaringiz A'lo darajada. Yo'q. har doimmi? Shunaqa. Kayfiyatingizni nimalar ko'taradi yoki kim ko'taradi? Hozir kunni gapiradigan bo'lsam, ayni vaqtda shu kungacha Rektor kubogiga mehmon sifatida 4 gol Andijon filiali kelmagan universitetimizni. Bularni ko'rdik. Birinchi marta ko'targan kayfiyat ertalabdan bitta bola keldi-da, misol uchun men tanimaydigan bola buni yerga qalish yaxshimi, siz umidga yaxshi yurtdilar degan gapi bo'ldi. Uni bilsam Andijon fakultetining yetakchisi ekan. O'zimiz talaba, u ko'tardi kayfiyatni gaplashdik ozgina. Keyin Andijon jamoasini men bunaqa bo'ladi kutmaganman. O'yini juda ham yaxshi, qiziqarli o'tdi. Mazaxdan o'shaq o'tiribmiz. Aqto'y yorliq olib chiqinglar. Guldiroz olqishlar bo'lsin. Beringlar. Ajoyib. Demak, kayfiyatlaringiz ko'tarildi, 100% dan 100% ko'tarildi. Aha, sizga motivatsiya beradigan qaysi gap bor? Xo'p, motivatsiya bu bizani yaqin insonlarimizni qilayotgan duoligi men uchun
matematik eng yaxshi. Darsdan keyin birinchi qiladigan ishingiz nima? 205-xonaga borish. 205-xonada nima bor? Kengash xonasi. Ha, bo'ldi, tushunarli. Siz o'z qaysi fakultetdansiz? Men o'zim fakulteti 3-kurs talabasiman. Agar fakultetlarni taomlarga o'xshatsak, sizning fakultetingiz qaysi taom bo'lardi? Tokosh bo'la qolsin. Tokosh. Ajoyib. Tezlashishni aytib o'taman. Necha marotaba ayta olar ekansiz? Sovuqda tovuq so'qitadimi? Tovuq sovuqda tovuq sovuqda so'qitadimi? Sovuqda tovuq so'qitadimi? Sovuqda tovuq so'qotadimi? Tovuq sovuqqa yo'q. 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 Qiyin bari. Yana bir marotaba. Tovuq sovuqda so'qitadimi? Sovuqda tovuq so'qitadimi? Tovuq sovuqda so'qotadimi? Sovuqda tovuq so'qotadimi? Sovuqda tovuq so'qotadimi? Tovuq sovuqda so'qotadimi? Sovuqda tovuq so'qotadimi? Sovuqda tovuq so'qotadimi? Ajoyib. Mexanizatsiyalashtirmayotganliklaringizdandir-da. Mexanizatsiyalashtirilmayotganligingizdandir-da. Ajoyib, juda ham zo'r, tilash zavon. Men ham sizga bitta gap aytaman, qaytara olasizmi? Aytib ko'ring-chi. Antifivas ko'k va immunoglobulin ko'ring. Buning balangi bu. Azizlar, shu yerda tugatamiz. Bo'ldi, xayr, sog' salomat bo'ling, charchamang. Xo'sh, bir odamni uchratib qoldim. Juda go'zal voleybolist qiz. Xo'sh, Nurjamol. Xo'sh, uzr. Nurjamol. Xo'sh, bizning keyingi nishonimiz go'zal voleybolist qiz Nurjamol bo'ldilar. O'zingiz haqingizda va hozirgi ob-havo haqida qisqacha izoh. Nimaga ob-havo? Voleybol atmosferasi haqida. Kallamga nima qildi Rojbo? Bilmasam, tinch, normalniy, sokin ob-havo. Demak aytmoqchilarki, men keldim, bu hammasi tinchlandi deyaptilar, tushunarli. Televizor beringlar. Televizor olib chiqinglar. Xo'sh, sizga bir ikkita qiziqarli savollarimiz bor. Birinchi savolimiz, agar sizga bir semestrga super qobiliyat berilsa, qanaqa super qobiliyat tanlagan bo'lardingiz? Teleportatsiya. Seni ham davolashadi. А зачем? Не знаю, может быть, другое место. Anu, rus tili bilmaydiganlar bir davosini o'zbekcha operatsiya beramiz. Tushunarli. Bizga keyingi savol, imtihonga tayyorlanishda eng g'alati usuli deb qaysi usulni ayta olasiz? Bir kun oldin Quizbotdan hammasini tayyorgarlik ko'rib. Quizbot ishlamoqchi bo'lganlar Nurjamolga aloqaga chiqinglar, pastda nomerini qoldirib qo'yamiz. Tushunarli. Voleybolda o'zingizdan kelib chiqib bir so'z bilan ta'riflang. Bilmadim. Voleybol bilmasa ekanlar qisqasi, просто chiroyi uchun kiyibdilar formani. Yo'q. Mayli, agar ekran ortidagi o'zingizni voleybol muxlislaringizga biron bir tilaklaringiz bo'lsa, Hammaga salom. mayli, rahmat. Alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Ismingiz nima? Davrbek. Aha, qaysi fakultetda o'qiysiz? Qaysi fakultetda? Bir nechta savollar berib o'tamiz. Agar fakultetlarni taomlarga o'xshatsak, sizning fakultetingiz qaysi taom bo'lardi? Osh. Osh, tansiq taom. Odatda o'zi kayfiyatingiz necha foiz bo'ladi? Odatda yaxshi bo'ladi kayfiyatim. 70-80% yaxshi bo'ladi. Agar kayfiyatingizni kimdir buzib qo'ysa, kimdan alangiz olasiz? O'zimdan. Sizga motivatsiya beradigan bitta gap. Onamda aytgan gaplarida, sen uchun yashayapmiz degan gaplari bor. Ajoyib. Eng ko'p ishlatadigan talabalik life haqingiz. Tushunmadim. Eng ko'p ishlatadigan talabalik life haqingiz. Fikrimi bunda qanaqadir yo? Yoki bo'lmasa bahonalarmi? Ustoz 5 minut kechib keladi, vaqtga qaytib turmasligim. Aha. Tez aytishlarimiz bor. Tovuq sovuqda so'qitadimi, sovuqda tovuq so'qitadimi? Aytolmasam kerak. Harakat qilib ko'ring. Tovuq sovuqda so'qitadimi, sovuqda tovuq so'qitadimi? Tovuq sovuqda sovqatadimi? Yo'q. Mexanizatsiyalashtirmayotganliklaringizdandir-da.
Mexanizatsiyalashtirayotmaganliklaringizdadir-da. Ajoyib, ajoyib. Agar kayfiyat bergan bo'lsak, xursandmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'sh, hammaga salom. Biz voleybol qirolini uchratdik. Javohir aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xo'sh, bu Narxozdan gapiramiz rubrikasi. Bizda qisqacha savollar bor. Javob berishga tayyormisiz? Tayyormiz. Ingliz tilida bo'lsa ham tayyormisiz? Farqi yo'q. Harakat qilamiz. Qozog'chada bo'lsa. Endi qozoqchada so'zlay olmaymiz. Tushunarli. Xo'sh, talaba emas, agar O'qimasa, o'qimagan odam demak talaba emas. shunaqa. Bo'ldi, tushunarli. Universitetga kelib o'qimagan odam talaba emas. To'g'ri, bu aniq gap. Xo'sh, universitetga kirganingizdan keyin ishlatadigan top 3 ilovangiz. Tak, birinchi kursda IT o'qiganimiz uchun ko'proq Excel ishlatganman. Ikkinchisida prezentatsiya tayyorlash uchun PowerPoint. Uchinchisi AI. Demak, aka talaba bo'lib 3 ta ilova ishlatgan, lekin xemisda ishlatmagan ekanlar. Buni biz bilib oldik. Yaxshi, kursdosh emas, agarda bizga o'xshagan o'tirishlarga borib o'tirmasa. O'tirishga kelmaydigan kursdoshlarga tinchgina jo'natib qo'yamiz. Asta-sekin okani gapidan keyin kelishadi, xudo xolasa. Xo'sh, eng oxirgi savolimiz, voleybolchida bo'lish kerak bo'lgan 3 xislat. Birinchisi komandada ishlab bilish, ikkinchisi o'zini tiy bilish, ya'ni asab qilmasdan chiroyli o'yin ko'rsatib berish kerak. Uchinchisi o'ziga podдержка topib bilish kerak. Tushunarli. Rahmat aka, charchamang, salomat bo'ling. Kelguncha. Top kelguncha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Nishonda Bobomurod akam. Savollarimizni berib o'tamiz. Xo'p. Kayfiyatlaringiz o'zi odatda necha foiz bo'ladi? Kayfiyat dam kunlari 70-80% o'qish boshlaganda 100%. Nimaga bu kunlar nimaga kamroq? Chunki talabalar bo'lmaydi kunlar. Oxirgi kimni kayfiyatini ko'tardingiz yoki kuldirdingiz? Oxiri kimniki? O'rtog'im. Sizni kayfiyatingizni kim ko'taryapti? Men kayfiyatimni hozircha hech kim ko'targan yo'q. 2-3 kundan beri. Kecha ko'tarildi kayfiyatim. Jiyanim. Tug'ilgan kuni. Yo'q, jiyanim bor, 4 oylik. Video tashlabdi do'qim. O'shanda kayfiyatim ko'tarildi. Talabalarda qanday usul qo'llaysiz? Ya'ni ularni birdek boshqarishda, o'zingizni so'zingizni o'tkazishda. Yaxshi gapiraman. Rostdanmi? Yaxshi gapga tushunmasa keyin uraman. Ehtiyot bo'lamiz. Tez aytishlar aytib necha marta ayta olayotgansiz, qani ko'ramiz. Tovuq sovuqda sovqatadimi, sovuqda tovuq sovqatadimi? Qaytadan aytaymi? Tovuq sovuqda sovqatadimi, sovuqda tovuq sovqatadimi? 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 Qoyil. Mexanizatsiyalashtirmayotganliklaringizdandir-da. Bakshi. Bir marta harakat qilib ko'ring. Mexanizatsiyalashtirilmaganliklaridandir-da. Yaxshi. Hech narsa qilmaydi. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling, charchamang. Rahmat. Xo'sh, bugun biz Fiskal kampusini sport majmuasi o'z rubrikamizning nihoyasiga yetkazdik va Keyingi ishtirokchilarga qanday savol berishimizni izohlarda yozib qoldiring. barchangizni kutib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.